Yo, barcha O'zbekiston obunachilar, bugun sizlar bilan men yana xakerman. Yo'q, hazillashdim obunachilar. Ko'rib turganinglardek men kompotman. Men chunki nima uchun bu yoqqa haker ko'rinishda keldim. Sababi mana o'tgangi video roligimdan ko'rgan hakerlar meni taklif qilishdi. Oh my god. Nima desam bo'ladi? Mana bu eshiklarni vzlom qilganimni ko'rishgan. Voy, sen zo'rgina talantli ekaning, bizni qishloqqa o'rgan deb deyishdi va mana ko'rishingiz mumkin, hakerlar sal xavfli bo'lgani uchun menga shunday mana bu qo'riqchilar bilan keldim. Mana ko'rishingiz mumkin, bitta furgon, keyin mana bu mashinada kelgan bo'lsam ikkita politsiyachi, furgon to'la qo'riqchilar o'tirishibdi. Xavotir olishga umuman hojat yo'q. Hakerlar bizga hech qanaqa hujum qila olmaydi. Qisqasi hakerlar nima uchun chaqirdi bizni? Sababi aytganimdek, juda ham zo'r qobiliyatlarim borligi sababli, misol uchun mana bu eshikni va yana boshqa narsalarni vzlom qila olishim qobiliyat bo'lgani uchun meni chaqirishdi va kel, bizni qishloqni ko'r, ekskursiyaga kel deyishdi. Xo'p, mayli dedim, yo'q deyishim odam anovi, chunki hammani ham hakerlar taklif qilavermaydi deb o'ylayman obunachilar. Okey. Xo'sh, mana ko'rishingiz mumkin. Hozir men ko'p gapirmasdan mana bu mashinalarni ko'rsam, o'zi nima uchun mashinalarni ko'rsatyapman? Sababi juda ham zo'r qo'riqchilar bilan men keldim. Politsiyachilar mana shunday nima desam bo'ladi, ta'minlab berishdi. Qo'riqchilar bilan ajoyib politsiyachilarga respekt. W politsiyachilar deydilar. Okey. Xo'sh. Ana endi asta sekinlik bilan kiraveramiz. Mana qaranglar, men o'zi sezyapmanki bu yerlarda nima desam bo'ladi, to'lqinlar turibdi, yana vzlom va kodlarni nima desam bo'ladi, ovozlari eshitilyapti. Sizlar eshitmayotgan bo'lsanglar, men o'zim his qilyapman. Okey. Xo'sh, birinchi o'rinda nimadan boshlasak ekan? Mana bu qishloqni qaranglar. Balkim mana shu ham haker bo'lishi mumkin, qishloqqa aylanib olgan. Xo'sh. Bu qaranglar, mana bu yerdagi mana bu narsalarni, ya'ni mana bu nima uchun temirli deydiganlar bo'lsa, nima uchun temirli? Sababi nima desam bo'ladi? Chunki bu yer endi hakerlarga yoqsa kerak, temirli bilmadim. Mana buncha bilmayman, chunki haker emas-ku men. Lekin men ham bir haker bo'lsam bo'ladi, lekin obunachilar bilasizlar, hakerlik yaxshi emas. Shu sababdan umuman haker bo'lishni tavsiya qilmayman va bo'lmayman ham. Xo'sh, yaxshi, buni qaranglar, mana bu yerda juda ham mana seviyasi nima bo'ladi, mana bu skaner qiladigan anovlar, nima deydi, mana bu osmonlarni skaner qilishadi. Osmondan kimdir hujum qilib qolishsa, misol uchun, va mana bu yerda monitorlar bor, mana ikkita monitor. Nima uchun bu monitorni o'chirib qo'yishgan? Chunki endi mana bu yerda bitta begona odam kelyapti, monitor yoqib turmaydi-ku, bir balkim sirlari bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu yerda nimalar bor ekan? Xo'sh. Mini dom deb yozilgan ekan. Oh my god, qani ichkari kiraylik. Buni qaranglar, obunachilar juda ham zo'rligini ichkarni. Xo'sh, parollar nima ekan? Parollarni bilib bo'lmaymiz. Okey. Xo'sh, buni qaranglar. Oh my god, вообще Minecraft o'yini ekan mana bu yerda. Minecraftga kirib turgan ekan. Lekin ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Chotki, вообще respecto el perfecto deydilar-ku. Qaranglar. Minecraft o'ynar ekan. Ajoyib. Menimcha hamma Minecraft o'ynasa kerak. Obunachilar, sizlar Minecraft o'ynaysizlarmi? Biladi deyapman men. My god, mayli. Xo'sh, Roblox zo'rmi, Minecraftmi deydilar-ku. Yoki nima edi, Messi, Ronaldo yoki Barsami yoki nima edi, Real Madrid deydilar-ku. Okey, xo'sh, bu yerda nimalar bor ekan? Sekinlik bilan kiraylik-chi. Bu yerda West komanda o'tirib olib, tolka animatsiya qilishadi. Tolka birorta katta proyekt ustida, ya'ni katta birorta narsani buzmoqchi bo'lishsa, West komanda o'tirib oladi. Katta tolka mana shu full fokuslarini mana shunga qaratib, nima desam bo'ladi, ishlashadi deb o'ylayman. Yana ham bilmadim. Agarda xato o'ylayotgan bo'lsam, kommentariyada yozib qoldiringlar. Lekin menimcha o'shanday bo'lsa kerak. Xo'sh, yaxshi, ajoyib. Bu yoqda hech qanaqa Wi-Fi ko'rmayapman. Menimcha Wi-Fi o'zini Wi-Fi ku mayli, hech bo'lmaganda mana prosessorlar yo'q ekan. Mayli. Bularda endi bor вообще rivojlanganda bular baribir ham. Xo'sh. Ana endi bu yerda nima bor ekan? Oh my god, bu yerda qanaqadir bir stansiyami ekan-a? Serverlarni qaranglar obunachilar. Agarda kim nima server nimaligini bilmasa, bu server juda ham qimmat va juda ham foydali va juda ham qizib ketadigan narsa hisoblanadi server. Bu menimcha bu hakerlarning serveri. Lekin men hakerlarning serveriga qo'shilishinglarni maslahat bermayman. Misol uchun boshqacha serverlar bo'ladi-ku. Yana Dr. Donut server, yana qanaqadir server SMP, qarochi ana shunaqa serverlarda ishlaydigan mana shu narsa kerakchi. Okey. Xo'sh, bu yerdachi. Bu yerda qarochi men bu karta tiqiladi. Ajoyib, hamma hakerlar o'ziga yarasha alohida kartasi bor deb o'ylayman. Lekin obunachilar bizda yo'q, lekin balkim yaqinda bo'lib qolishi mumkin demayman, chunki men aytganimdek, chunki yo'q. Yo'q-da.
chunki bizda bunaqa haker bo'lish niyatimiz yo'q, lekin ekskursiya qilsak, ziyon bo'lmaydi. Menimcha haker bo'lib qolmaymiz. Mana qaranglar, mana bu yerda skaner turibdi. Aytdim-ku, men skaner mana qaranglar, to'lki aylanadi. Barchani mayda mana bu svezlarni, ya'ni aloqalarni ilib oladida, nimalar bo'lyapti, nimalar qo'yapti. Bu juda ham kuchli antenna bo'lsa kerak. Mana bu yerda, mana bularni qaranglar, juda ham zo'r zamonaviyligini. Bunaqa antennalarni umrimda ko'rmaganman, to'g'risi. Lekin mana ko'rib turibman endi. Ajoyib, ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham zo'r. Nimadir deyishga hayronman, chunki men uncha tushunmayman bu narsalarni. Agarda sizlar tushunsanglar kommentariyada yozib qoldiring. Bu yerda nima bor ekan? Bu yer oddiygina uymikan, ha? Ajoyib, ajoyib. Bu yer oddiygina uy bo'lsa kerak, hamma dam oladigan qishloqlar uchun menimcha. Tushunmadim. Bu yerda nima deb yozilgan ekan? Okay, xo'sh, qani asta-sekinlik bilan kiraylik. Bu yer kutubxona ekan. Ha, juda ham zo'r, ajoyib. Men bu yerda qishloqlar uchun yerni bo'ylabman, ajoyib. Kutubxona ekan. Yaxshi, yaxshi. Nima bo'lganda ham gap bo'lishi mumkin emas. Respecto el perfecto, короче. Ajoyib. Living wolf. Nima ekan bu? Oh my god. Nima bu? Inglizcha yozib tashlabdi. Mayli. Inglizcha bilamiz, obunachilar, prosta o'qishga erindim. Bu yerdachi. G'alati verstaklar, juda ham g'alati. Qaranglar, qanaqa verstak. Okay, mayli, chalg'imaymiz. Ana endi hozir qayerlarga borsak ekan, lekin bu kutubxona juda ham zo'r, respekt. Juda chotki. Xo'sh, mayli. Mayli, buni tashqari chiqaylik, boshqa yerlarni ko'raylik-chi. Oh my god. Bularda ham poliz bor ekan. Oddiygina narsa, bunaqa neto narsa emas. Xo'sh, bu yerdachi. Bu yerda richak bilan ochilar ekan eshik. Bu yerda qanaqadir sirli narsa bormi? Mana protsessorlar qayerda ekan desam, mana juda ham sirli yerga protsessorlarni yashirib qo'yishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bilmadim, boyagi xonada protsessorlar qayerda ekan barchasi desam, mana shu yerda ishlashar ekan. Ajoyib, qaranglar. Kullerlar, video kartalari. Oh my god, buni qaranglar, operativniy pametlari. Respect, bro. 1000 wattli nima edi? Blok bitani ekan. What the fuck, bro? Mana bu yerda ekan ham. Voy, vashi chotki obunachilar. Umrimda buncha ko'p kompyuter ko'rmaganman, lekin mana endi ko'rib turibman. Vashi chotki, perfecto. Xo'sh, mayli, nima bo'lganda ham gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi qayerlarga borsak ekan. Qorong'i ham tushib qolibdi-ku. O'z kelgan paytim ertalabda tolka zanimatsiya qilib aylanib yuribmiz. Xo'sh, muqarrarlar juda ham zo'r. Xo'sh. Hovuzda narsalarni ko'rdik. Menimcha juda ham zo'r. Qishloq, oddiygina qishloq. Chota, lekin baribir ham shubhali. Xo'sh, bu yerda hech nima yo'q. Bu yerda nimadir qilsanglar bo'lmaydimi? Bu yerda ham hech nima yo'q. Ajoyib. Xo'sh, bu yerda ham hech nima yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Balkim yuqorida bormikan? Yuqorida yo'q-da. Oh my god, bu yerda nima deb yozilgan tushunmadim. Men qorong'i ham tushyapti ekan. Kompot uchun deb yozilganmi? Yo, menga shunday ko'rinyaptimi? Qani? Mana bu yerda sandiq bor. Sandiqda ichida nima bor ekan? Oh my god. Buni qaranglar, mana bu yerda juda ham zo'r, ajoyib narsalar bor ekan. Bu narsalarni bilmaydiganlar bo'lsa, men hozir tushuntiraman. Bu hakerskiy narsalar hisoblanadi. Bu narsalar bilan juda ham ajoyib narsalar qilsak bo'ladi. Misol uchun mana hacking device, hacking narsalar. Chotki. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Menimcha buni teginsam hech kim indamasa kerak, chunki bu yerda kompot uchun deb yozilgan. Xo'sh, ana endi mana qaranglar, men kiyimni. Oh my god, Thomas Shelby Mafia. Ajoyib, chotki gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, endi qorong'i ham tushib qoldi. Lekin gap yo'q. Bu yerdachi. Buni qaranglar, iPhone'ni qaranglar chotkiligini. Qaranglar, nimalar qilsak bo'lar ekan. Bu yerda juda ham ko'p narsalar olsak bo'lar ekan. Xo'sh, bu yerdan mana dastavka qilganda mana dastavkamiz ham tushyapti asta-sekinlik bilan. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda esa ko'rishingiz mumkin, bu qaysidir qishloqini nima desam bo'ladi, tanlab mana shu yaqin atrofdagi qishloqlar nimalar qilyapti, nimalar qo'yapti, shularni ham bilsak bo'lar ekan. Juda ham gap bo'lishi mumkin emas. Patrick qanaqadir nimadir ekan qishloqi. Xo'sh, yaxshi. Oh my god, qani asta-sekinlik bilan tushaversin-chi. Men qaranglar, mana dastavkamiz tushdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bitta telefonda dastavka qiling, mana bittada tushdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, ana endi mana bu yerda pizza zakaz qilamiz. Xo'sh, ana pizza nimaga tushmayapti? To'xtanglar obunachilar. Bizda menimcha temir olmaganimiz uchun pizza tushmadi deb o'ylayman. Obunachilar, men kreativdaman, ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r bu deganim. Xo'sh, qani bir 10 ta, bir 26 ta nima desam bo'ladi, men temirlarni ishlatib qilamiz. Xo'sh, mana chatdan ko'rsatyapti. Sabr qilib turing, sizda
dastavka hozir kelib qoladi pizza cheese deyapti. Okey, mayli kutib turamiz. Qani qachon kelar ekan. Osmonga qarab o'tirmayman-ku. Juda ham zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, mayli. Bizani pizzalar kelguncha xo'p boshqani olar. Fonarik. Ajoyib va bu nima ekan? Bu blaster. Oh my god, guys. Blaster ekan. Okey. Xo'sh, mayli, nima bu endi? Bu esa bu hacking device. Bu eshiklarni o'qisa bo'ladi. Endi bu nima desam bo'ladi? Taxtali eshik, bunaqa temirli eshiklarni shunaqa buzib ochsak bo'ladi. Bu nima desam bo'ladi? Bu telefonli device bilan. Okey, gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham zo'r, ajoyib. Pizzamiz qachon kelar ekan bilmadim-u, lekin mayli, nima bo'lganda ham juda ham zo'r bo'lmoqda deb o'ylayman. Juda ham chotki. Mayli, mana bularni mana bu yerga tashlaymiz. Men ham derdim obunachilar men ko'rishinglar mumkin. Bu men hakerlardan sovg'a bo'ldi deb o'ylayman. Ana endi men ketaman o'zimni qishlog'imga. Kompot sifatida. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan men yana kompot bo'ldim. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha xayr obunachilar, o'zinglarni asranglar. Hakerlik bo'lish yoqdimi obunachilar? Kommentariyada yozib qoldiringlar, aytgancha obuna bo'lish esinglardan chiqmasin.